Assalomu alaykum azizlar. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, musofir yurtlarda yurgan vatandoshlar, sog'-omonmisizlar. Bugungi videomiz atirgul barglaridan gulqand tayyorlashga bag'ishlanadi. Atirgul Sharq mamlakatlari tabobatida qadim zamonlardan buyon keng qo'llanilib kelingan. Bu o'simlikning gul bargidan tayyorlangan murabbo gulqanddan ko'plab dardlarga shifo sifatida foydalanilgan. Olimlarning aniqlashicha, qizil atirgulning gul barglarida katexin, kvarsitin, sianin kabi moddalar mavjud. Xalq tabobatida ichki tishda, miya-ichak yo'llarining yallig'lanishida, o'pka kasalliklarida qo'llaniladi. Gulqand tayyorlash uchun kerakli mahsulotlar: qizil atirgul toj barglari 100 gram, shakar 300 gram, limon 1 dona. Ishning borishi: avvalo gul barglar gul bandidan ajratiladi. So'ng gul barglarini changi ketishi uchun elakdan o'tkaziladi va sovuq suvda yaxshilab yuviladi. Gul barglarini suvi ketguncha quritiladi. Keyin havonchada yoki chopperda gul barglar oz-ozdan shakar sepib tuyuladi. Idishga solingan gul barglar shakar solib yaxshilab eziladi. Ezilgan gul barglar ustiga limon suvi solib yana eziladi va muzlatgichga 1 soat qo'yiladi. Vaqt o'tgach tayyor bo'lgan gulqand olinadi. Yoqimli ishtaha. Gulqand birinchidan immunni oshiradi, ikkinchidan kamqonlikda foyda qiladi, uchinchidan keksa kishilarning eshitish, ko'rish qobiliyatini oshirish xususiyatiga ega. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling, like bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Bu bilan siz bizning kamtarona mehnatimizni hisobga olib, kanalimiz ravnoqiga hissa qo'shasiz.